Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz rubinani yechim qilishda davom etamiz. 303-savol. Dastlabki 5 soat davomida poyezd o'rtacha tezligi 60 km/soat tezlikda harakatlandi. Keyin 4 soat davomida 15 km/soat tezlik bilan harakatlandi. Poyezdning o'rtacha tezligini toping. Xo'sh, biz bilamizki, S butun taqsim T butun har doim nima beradi ve o'rtachani beradi. Xo'sh, S butun yo'l topmoqchi bo'lsak, dastlabki 5 soat davomida 60 o'rtacha 60 km/soat tezlik bilan harakatlandi. Xo'sh, buni hisoblamoqchi bo'lsak, biz S1 topaylik. S1imiz barobar 60 ko'paytirilgan 5, ya'ni 300 km masofani bosib o'tgan ekan. Xo'sh, S2ni topadigan bo'lsak, S2miz 4 soatda 15 km/soat tezlikda harakatlangan bo'lsa, bu 60 kilometrni bosib o'tganligi kelib chiqadi. Kilometrni bosib o'tganligi chiqadi. S1 ga S2ni qo'ysak, bu 360 ni beradi. 360 ni biz nechaga bo'lamiz? 4 soat buradan 5 soatimiz bor. 4 soat va 5 soatni qo'shadigan bo'lsamiz, jami 9 soatga teng bo'ladi. Ya'ni bu qaysi formulaga qo'ydik? S butun taqsim T butun. Bu bizga S butun taqsim T butunni beradi. Bu ham V o'rtachani beradi. Bu ham necha teng bo'lar ekan? 40 ga teng bo'lar ekan. Xo'sh, bizga uni kilometr taqsim soatga so'ragan. Keyingi savolimiz 34-savol. Xo'sh, kilometr velosipedchi 12 km/soat tezlikda 4 km masofani bosib o'tib to'xtadi va 40 daqiqa dam oldi. Qolgan 8 km masofani 8 km/soat tezlik bilan o'tdi. Velosipedchining butun yo'ldagi o'rtacha tezligi km/soatda toping debdi. Xo'sh, buni hisobladigan bo'lsamiz, S1 barobar 4 km teng. S2 barobar necha 8 km. Jami S butunimiz bizga 12 km ni berar ekan. Xo'sh, ana endi topadigan bo'lsak, tenglar bilan hammasini men soatda o'tmoqchiman. Chunki bizga 12 km, ya'ni km/soatda so'ragan o'tish tezligi. Xo'sh, T1 topadigan bo'lsak, T1 1/3. Xo'sh, T2 ni topadigan bo'lsak, bu 40 bo'lganligi uchun bu 40 ni 60 ga bo'lamiz. 2/3. T3 ni topadigan bo'lsak, bu 1 ga teng bo'ladi. S butun taqsim T butun formulaga qo'yadigan bo'lsak, buni ichida beradi 12 taqsim S butun 1/3 plus 2/3 plus 1 ni beradi. Bunimiz 6 km/soat chiqar ekan javobimiz. Mana javobimiz ham 6 km/soat chiqqan. Biz keyingisiga o'tamiz endi. 35. Velosipedchi dastlabki 5 sekundda 35 metr yo'lni o'tdi. Keyingi 10 sekundda 100 metr, oxirgi 5 sekundda 25 metrni yo'lni bosib o'tdi. Butun yo'ldagi o'rtacha tezligini toping. Butun yo'ldagi o'rtacha tezlikni topmoqchi bo'lsak, 5, 35, 100, 25. Jami qancha masofa bosib o'tgan ekan? 100, ya'ni S butunimiz nechaga teng? 160 ga teng. T butunimiz nechaga teng bo'ladi bunga? 5, 15, 20 ga teng bo'lar ekan. 160 taqsim 20 bizga necha teng bo'ladi? 8 metr taqsim sekundni beradi. Keyingisiga o'tamiz. 36-si. Poyezd o'z harakat vaqtining dastlabki 3/4 qismini 80 km/soat tezlikda, qolganini esa 40 km tezlikda yurdi. Poyezdning butun yo'ldagi o'rtacha tezligini toping. Xo'sh, buni topadigan bo'lsa, dastlabki, qaranglar, harakat dastlabki vaqtning dastlabki 3/4 qismida. Ya'ni S1 topamiz. S1 3 T taqsim 4 ko'paytirilgan 80. S1. S2 ni topamiz. S2 qolgan vaqtda T taqsim 4 ko'paytirilgan 40. Buni hisoblaydigan bo'lsak, S1 plus S2 ni topadigan bo'lsak, 20 60 T ni beradi. S1imiz S2'mizni ichini beradi, bu 10 T ni beradi. Jami 70 T bo'lar ekan. Yana
S butun bu S1 plus S2 imiz o'z navbatida nimaga teng edi? S butunga teng edi. S butun taqsim T butun deb oladigan bo'lsak, S butun taqsim T butun deb oladigan bo'lsak, S butun 70 T taqsim T bo'ladi. Bu imiz 70 kilometr taqsim soatga teng bo'lar ekan. Biz keyingisiga o'tamiz yana. Xo'sh, e'tibor berayotgan bo'lsak, faqat bitta formadan ishlab topmoqdamiz. Qaysi? S butun taqsim T butun. Bu hamma narsa uchun o'rildi. Har doim S butun taqsim T butun va o'rtachani beradi. Keyingisi 37. Birinchi yo'lning yarmini avtomobil 40 tezlikda o'tdi. Ikkinchi yo'lning yarmini 60 tezlikda o'tdi. Avtomobil butun yo'ldagi o'rtacha tezligi topilsin. Butun yo'lni deyapti. Butun yo'lning yarmini. Nega? S taqsim butun yo'lni biz S deb olsak, S taqsim 2 ni 40 tezlikda bosib o'tgan. Bu T1 ni beradi. Plus yana S taqsim 2 ni yana qancha tezlikda bosib o'tgan? 60 tezlikda bosib o'tgan. Bu T2 ni beradi. Ya'ni S butun taqsim T butunni bermoqda. Buni hisoblaydigan bo'lsak, siz va biz bilgan formulaga kelib chiqaradi. 2 V1 V2 taqsim V1 plus V2 kelib chiqadi. 2 ko'paytirilgan 40 ko'paytirilgan 60 taqsim 100. Ikkita nollar qisqa ketadi o'z navbatida. Bu necha teng bo'lar ekan? 8 kara 6 48 kilometr taqsim soatga teng bo'ldi. Keyingi savolga o'tamiz. 38. Avtomobil dastlabki yo'lning cho'ragida 60 tezlik bilan harakatlanadi. Qolgan yo'lda esa 20 tezlik bilan harakatlanadi. Avtomobil o'rtacha tezligini toping. Dastlabki yo'lning cho'rak bilamiz 1 taqsim 4 ga teng bo'ladi. Qo'y hisoblaylik. S butun taqsim S ni 4 ga bo'lamiz, yana 60 ga bo'ladi. Plus necha bo'ladi? 3S taqsim 4 ni bo'lamiz nechiga? 20 ga. Bizga V o'rtachani bersin. Xo'sh, mana bundan hisoblaydigan bo'lsak, keyin shundan S'larni qisqartirib yuboraylik. S'larni qisqartirib yuborsak, bizga 1 taqsim 240 plus 3 taqsim 80 beradi. 240 yuqoriga chiqqanligi uchun S V o'rtachani beradi deb yozilganini, V o'rtachani beradi. 240 yuqoriga chiqadi. 240 taqsim. Xo'sh, bunga nechta beradi? Umumiy mahraj beradigan bo'lsak, 240 ga bitta beramiz. Bunga nechta beramiz? 3 ta berar ekan. Unga mahraj 10 ni beradi. Bu V o'rtachani beradi o'z navbatida. Bu ham necha teng bo'lar ekan? 20 kilometr taqsim 20 deyman. 24. Mana o'zini xato qildik, uzr qo'shlar. 24 kilometr taqsim soatni beradi. Buni ham kilometr taqsim soatda so'ragan. Shu narsa tushib qolgan. Keyingisi 39. Kater yo'lning birinchi yarmini ikkinchi yarmiga qaraganda 3 marta katta o'rtacha tezlikda bosib o'tdi. Butun yo'ldagi o'rtacha tezligi 6 kilometr taqsim soatga teng tashkil qilsa, katerning birinchi yo'l yarmidagi o'rtacha tezligi qanday? Xo'sh, buni yana qaysi formulani topsak bo'ladi? 39 S butun taqsim T butundan topishimiz mumkin. Yana bu V o'rtachani beradi o'z navbatida. Xo'sh, kater yo'lning birinchi yarmida ikkinchi yarmiga ikkinchisiga qaraganda 3 marta katta o'rtacha tezlikda bosib o'tdi. Butun yo'lni 6 kilometr taqsim soat tashkil qilsa, katerning yo'lning birinchi yarmini o'rtacha tezligi qanday? Kilometr taqsim soatda. Xo'sh, buni hisoblaydigan bo'lsak, nimalarni e'tibor berishimiz kerak? Birinchi yo'l yarmidagi tezligini men V1 deb oladigan bo'lsam, ikkinchi yo'l yarmidagi tezlik V1 taqsim 3 ga teng bo'ladi. Chunki shartga shunday deb aytgan. Qo'yib yozamiz. S taqsim 2 ko'paytirilgan o'z navbatida S taqsim 2 deb ko'paytirilgan deb yozmaylik.
Xo'sh, S taqsim 2 taqsim V1 plus S taqsim 2 taqsim V1 taqsim 3 teng 6 ga S'lar o'z navbatiga qisqarib ketadi. Ana bu yerda endi qoladigan narsalarni yozamiz. 1 taqsim S deb yozaman. Zo'r bo'lsa S emas. Xo'sh, 1 taqsim 2 V1 plus 1 taqsim 3 oldinga chiqib qoladi. 3 taqsim 2 V1 ni beradigan bo'lsa, 2 bu teng bo'ladi 6 ga. 2 V1 lar tepaga chiqadi. Xo'sh, buni hisoblaydigan bo'lsak, 2 V1 taqsim 4 teng bo'ladi 6 ga. V1 teng bo'lar ekan 12 kilometr taqsim soat teng bo'lar ekan qo'shlar. O'tsa qo'yinchi masalamiz ham yechimi chiqdi. 40-masalaga keldik. 40-masala. Yo'lning birinchi yarmida yo'lning birinchi yarmida avtomobil 60 km/soat tezlikda o'tdi. Ikkinchi yo'lning qolgan qismidagi vaqtning yarmida u 35 km/soat tezlik bilan harakatlandi. Oxirgi uchastkani esa 45 km/soat tezlikda o'tdi. Avtomobilni butun yo'ldagi o'rtacha tezligini topishimiz kerak ekan. Yana buni qaysi formulaga qo'yamiz? S butun taqsim T butun. Keyin biz S butun deb olaylik. Yo'lning birinchi yarmini, ya'ni S taqsim 2 ni qanday tezlik bilan bosib o'tgan? 60 km/soat tezlik bilan bosgan. 60 ko'paytirilgan T1 bo'lsin. Xo'sh, endi ikkinchi yo'lni, ya'ni vaqtning yarmini degan. Yana yozamiz, qaranglar. S1 barobar T taqsim 2 ko'paytirilgan 35. S2 barobar T taqsim 2 ko'paytirilgan 45. Yo'lning vaqti yarmini kelak uchun bu ikkovini qo'shadigan bo'lsak, T taqsim 2 bilan qavsatda chiqarib olib hisobladigan bo'lsak, bu S1 plus S1 plus S2 o'z navbatiga bizga S taqsim 2 ni beradi. Bu ham o'z navbatida nima teng bo'ladi? 35 ga 45 ni qo'shadigan bo'lsak, 80 T taqsim 2 ga teng bo'ladi. Ana S taqsim 2 bilan tenglashtiradigan bo'lsak, bu nimaga ekan? 40 T ga teng bo'lar ekan. T1 o'z navbatiga nimaga teng ekan? Unaga 2 taqsim 3 ga 2 taqsim 3 T ga teng bo'lar ekan. S butun taqsim T butun. Yana nimani beradi bu? V o'rtachani beradi. Shunga qo'yib hisoblaymiz endi. Umumiy yo'limiz S taqsim 2 ni S taqsim 2 bo'lsin, vaqtlarni T1 topib oldik. T1 2 taqsim 3 T ga teng bo'ldi. T1 ni topib olsak bu yerdan T1 nimaga teng bo'lar ekan? S taqsim 120 ga teng bo'lar ekan. Plus keyin bu T2 ni topib olsak, ana bu yerdan T ni topib olsak, bu S taqsim bu yerdan bu T1 ni tenglashtirish ham shart emas ekan o'quvchilar. Shunday ortiqcha ish qilinmiz. Mayli. Buni S taqsim 2 ni tenglashtiradigan bo'lsak, necha teng bo'ladi bu? S taqsim 80 ga teng bo'ladi. S taqsim 80 ga teng bo'lar ekan. Bu V o'rtachani beradi. O'rtacha. Hisobladigan bo'lsak, 80 bilan bu 240 ni oladigan bo'lsa, S lar qisqarib ketadi. 240 taqsim bu yerda umumiy maxraj beradigan bo'lsak, 2 ta va 3 ta. Bu 5 ni berar ekan. Bu V o'rtachaga teng bo'ladi. V o'rtachani hisoblaydigan bo'lsak, bu 48 kilometr taqsim soatni beradi o'quvchilar. Xo'sh, masalamiz yechimi chiqdi. Ya'ni har doim bizda S butun taqsim T butundan foydalanib o'rtacha tezlikni topamiz. Bizning umumiy formulamiz o'zi qolgan umumiy formulamiz shu, qolgan formulalar shundan kelib chiqqan. 41
Velosipedchi 3 kilometr yo'lni 12 kilometr taqsim soat tezlikda o'tdi. So'ngra burilib perpendikulyar yo'nalishda qandaydir masofani 16 kilometr taqsim soat tezlikda o'tdi. Agar butun vaqt davomida velosipedchining o'rtacha yo'l tezligi 14 kilometr taqsim soat bo'lsa, uning ko'chish modulini toping debdi. Xo'sh, buni topmoqchi bo'lsak, birinchi navbatda nima qilamiz? Qarang, yerda qo'laylik perpendikulyar yo'nalishda burilib qandaydir masofani 16 kilometr taqsim soat tezlikda o'tdi butun yo'lda. Ya'ni s butun taqsim yana qaysi formulaga qo'yamiz? S butun taqsim t butun. S butun taqsim t butun. S butun yo'limiz topadigan bo'lsak 3 plus x taqsim t butun 3 taqsim 12 plus x taqsim 16 teng bo'ladi nechiga? 14 ga. Xo'sh, umumiy mahrajni buni hisoblaydigan bo'lsak, keyin mana uni qisqartirib yorsam, 1 taqsim 4 ni berar ekan. 3 plus x taqsim 1 taqsim 4 plus x taqsim 16 teng bo'ladi bu 14 ga. 16 ni tepaga chiqarib yuboramiz. 3 plus x ko'paytirilgan 16 teng bo'ladi. Buni 4 ta beramiz. Nima bo'lar ekan bu? 4 plus x ko'paytirilgan 14 ga. Ish bilan 2 ga qisqartirib ochib chiqadigan bo'lsak, 24 plus 8x barobar 28 plus 7x bo'ladi. Bu 7 qo'yganda beriladi. Bu yerda 8. Ana endi x nima qo'yib oladigan bo'lsak, x imiz necha teng bo'lar ekan? 4 ga teng bo'lar ekan. O'z qaranglar endi. Bu yo'nalishda 3 kilometr, bu yo'nalishda 4 kilometr bosib o'tdi. Ko'chishini Pifagor perpendikulyar yo'nalish deganligi uchun ko'chishini Pifagordan 5 kilometr ekanligi kelib chiqadi. Javobimiz hali 5 ekan. Xo'sh, keyingi masalamiz. Jism vaqtning birinchi yarmida 30 metr taqsim sekund tezlik bilan berilgan yo'nalishga 30 gradus burchak ostida harakatlanadi. Vaqtning ikkinchi yarmida xuddi o'sha yo'nalishda berilgan yo'nalishga 120 gradus burchak ostida 41 metr taqsim sekund bilan harakatlanadi. Berilgan yo'nalish bo'ylab jismning ko'chishining o'rtacha tezligini toping debdi. Santimetr taqsim sekundda. Xo'sh, buni hisoblaydigan bo'lsak, bizning berilgan yo'nalishimiz bu yo'nalishda bo'lsin. Shuni 30 gradus burchak ostida harakatlanayotgan bo'lsin. Shu yo'nalishda bo'lsin. Shu yerda kelgandan keyin shu berilgan yo'nalishimiz ana shu 30 gradus bo'lsa, berilgan yo'nalishimiz 120 gradus burchak ostida. Ana bu yo'nalish ostida ketayotgan bo'lsa, bu 120 bo'lsa, bir qancha bo'ladi? 60 bo'ladi. Keyinlar buni ko'chishini topadigan bo'lsak, qaranglar. Berilgan yo'nalish bo'ylab jismning ko'chishini so'ragan. Berilgan yo'nalish. Agar jism mana bu yerda bo'lgan bo'lsa, keyinlar bu harakatlanib, bu yerda harakatlanib, ana bu yerga kelib qolsa. Va bu bilan bu orasidagi masofa berilgan yo'nalish bo'yicha ko'chishganini beradi. Ana shuni qancha vaqtda bosib o'tgan yerni s masofani topib vaqtga bo'ladigan bo'lsak, bizga nima beradi? V o'rtachani beradi. Endi nima qilishimiz oydinlashdi. Ana endi hisob kitob qilsak ham bo'ladi. Birinchi yarmida nima degan? Vaqtning birinchi yarmida. Nega? Vaqtning birinchi umumiy vaqtni topib olaylik. Yozamiz 60 bu yo'nalishda
t vaqtda harakatlangan bo'lsin. T ko'paytirilgan 30 bu S1 ni beradi. Xo'sh, yana t ko'paytirilgan 40 esa nimani beradi? Bu S2 ni beradi. Ana berilgan yo'nalish bo'yicha ko'chganni topadigan bo'lsak, bu yo'nalishga keldi. Ana bu yerga masofani topamiz. Bu kosinus alfani beradi. Kosinus alfadan bu ildizda kosinus alfani beradi. Bu yerga teng bo'ladi bu. Ildizda 3 taqsim 2 ga teng. Unaga kosinus alfa bu oldinga qarab yurgan. Kelinglar. Qanaqadir x masofa bosib o'tgan. X masofani 30 ko'paytirilgan ildizda 3 taqsim 2 ko'paytirilgan t bo'lsin. Va u 120 gradusda orqaga qarab ketgan bo'ladi. Qancha vaqt bu 60 gradus bo'lsa 41 y deb oladigan bo'lsak 41 ko'paytirilgan kosinus alfa 1 taqsim 2 t ga teng bo'ladi. Xo'sh, ana endi qaranglar. X'imiz oldinga qarab harakatlangan, Y'imiz orqaga qarab harakatlangan bo'lsa, men bundan Y minus X ni topsam, menga mana shu S ga teng bo'ladi. Xo'sh, hisob kitob qilamiz. Ana bizga ildizda o'shdan adashmasam 1.7 deb ol deb aytgan. Keyinroq buni yozib chiqadigan bo'lsam, 41 t taqsim 2 ayrilgan 30 ildizda 3'dan 1.7 deb aytdik. Ko'paytirilgan 1.7 taqsim 2 t. Buni ayirsak, bu qarar bo'lsin. 30 kara 1.7 bu adashmasam, hisob kitob qiladigan bo'lsak, 51 ni beradi. Bu hisob kitob qilsak minus 10 t taqsim 2 ni berar ekan. Biz bu hisob kitobdan qo'rqmasak ham bo'ladi. Sababini aytadigan nima uchun qo'rqmasak ham bo'ladi? Bizning bu javobimiz manfiy chiqqan bo'lsa, bu biz ayirish xato qilib oldik. Buni modulni olsak ham bo'ladi. Ayirishga o'zini to'g'ri. X dan Y ni ayirishimiz kerak edi. Nega buni hech biladi? 10 t taqsim 2 ni beradi. 10 t taqsim 2 ni bizning bosib o'tgan S masofamiz nima teng ekan? 10 t taqsim 2 ni bo'lamiz 2 t ga bizga bu v o'rtachani beradi. Xo'sh, bular qisqarib ketadi. Teng topadigan bo'lsak, v o'rtacha 2.5 metr taqsim sekund yoki bu 250 santimetr taqsim sekundni beradi.